Ayyub Sultan'da Şarkı Türkistan gün tertipke keltirildi. 4 Mart günü Alperen Ocakları ve Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birligi birlikte İstanbul'un Ayyub Sultan meydanında Şarkı Türkistan kan yığılawatıdı. Senmi bayrağını elip meydanga kel şuarı bilen çoğun tipte faaliyet elip verildi. Faaliyetke kollarda Şarkı Türkistan ve Türkiye bayrağını götürüp algan Şarkı Türkistan halkı ve Türk halkıdan bulup 500'den köpürek kişi katnaştı. Faaliyete Alperen Ocaklarının muavin reisi, Alperen Ocakları İstanbul Şöbesi'nin başlığı Kürşat Mijan Efendim, Şarkı Türkistan Marif ve Hemkarlık Cemiyeti reisi Hidayetullah Oğuzhan, Aysa Yusuf Alptekin Vakfi muavin reisi Hayrullah Efendigil, Şarkı Türkistan Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti'den Abdukadir Tümtürk qatarlıklar ayrım söz kıldı. Hidayetullah Oğuzhan kılgan sözde aldı bilen Şarkı Türkistan'ın hazırki vaziyet ahvalini tunuşturup öttü ve Türkiye'deki Şarkı Türkistanlıklarının Afrin'deki Zeytun Şehri hareketini toluk kollaydıganlıqını ve her qanday qarangı güçlerge karşı Türk halkının yendi bulduğanlıqını bildirip öttü. 300 bin Doğu Türkistan halkı öncelikle Türkiye'nin selameti, birliği, toprağının bütünlüğü için canımızı ne pahasına olsa olsun feda etmeye hazır olduğunu buradan belirtmek istiyoruz, bilinmesini istiyoruz. Biz sadece Doğu Türkistan'da ezilen 40 milyonu aşkın milletimizin derdini haykırmak istemiyoruz. Elbet o bizim boynumuzun borcudur. Ancak bugün İslam ümmetinin, Türk İslam dünyasının umudu olan, son kalesi olan Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin korunmasının en elzem bir nişan ve hedef olduğunu bilincindeyiz. Bunun için bugün Afrin'de ve başka cephelerde savaşmakta olan kahraman askerlerimiz ve liderlerimizin siyasi ve diplomatik cephelerde bütün şer odaklarına karşı besiretle, metanetle, cesaretle, gayretle mücadelesini vermekte olan devlet büyüklerimize de destek olmak için dualarımızla ve fiiliyatımızla burada meydanda toplandık. Bunun bilinmesini istiyoruz. Alperen Ocaklarının muavin reisi, Alperen Ocakları İstanbul Şöbesi'nin başlığı Kürşat Mijan Efendim söz kılıp, Alperen Ocakları ve Türklerinin Şarkı Türkistan halkının yenide ikenligini, Türkiye hükümetinin Şarkı Türkistan halkıga igi buluşu gereklikini ta'kidlab ötdi ve Xitay dairələrinin özlerinin faaliyetini to'sishga uringanligini ve ularga tegishlik cevap berganligini tilga oldi. Bakın, biz bu eylem kararını aldığımız zaman bize birçok yerden özellikle Çin yetkilileri haber gönderdi. Oradaki yaşanan olaylar sizlerin bildiği gibi değil, size anlattıkları gibi değil. Orada böyle bir zulüm yok, böyle bir işkence yok, böyle bir farklı uygulama yok. İsterseniz sizi oraya götürelim dediler. Ben de nereye götüreceksiniz? Çin'e götüreceğiz. Pekin'de gezdiririz, diğer bölgelere götürürüz. Biz de dedik ki tamam kabul ediyoruz. O zaman bizi Doğu Türkistan'a götürün. Biz orada gezelim, heyetlerimizde inceleme yapalım. Bunu söyleyince tabii ki hepsi suspus oldular. Daha bir cevap alamadık. Biz biliyoruz ki insan hakları ihlalinin Doğu Türkistan'da en yoğun yaşandığı bir yer haline geldiğini çok iyi biliyoruz. Oradaki kardeşlerimizin nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Onlarca katliama, soykırımlara maruz kaldılar. Tabii ki bu katliamlar ve soykırımlar karşısında bizler Türk milleti olarak, Alperenler olarak sessiz kalmadık. Ama sesimizi de duyuramadık. Bunun farkındayız. Bugün son gelinen nokta. Baktığımız zaman kardeş aile projesi altında, yani Uygurlarla Çinleri akraba ve kardeş yapmak istiyoruz. Bir birliktelik oluşturmak istiyoruz. Artık husumet bitsin diyerek böyle bir oyunla, böyle bir stratejik hamleyle birlikte bakın her Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin evine bir Çinli aile yerleştiriliyor. Faaliyet yana Aysa Yusuf Alptekin Vakfi muavin reisi Hayrullah Efendi,
Sharq Turkiston Madaniyat va hamkorlik jamiyatidan Abduqodir Tumturk qatorliqlar so'z qilib, Sharq Turkiston xalqining Zaytun shahri harbiy harakatini qo'llaydiganligini bildirish bilan birga Sharq Turkiston vaziyatini tunishtirib o'tdi. Oxirida Sharq Turkiston xalqining Xitoy zulmidan qutulishi, Xitoyning halok bo'lishi, dunyo musulmonlarining qad ko'tarishi, Afrindagi Turkiya askarlarining g'alabasi uchun duolar qilindi. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize bugüne kadar din için, vatan için şehit olan aktar-ı arzda şehit olan kardeşlerimize hatimler okundu, kelime-i tevhidler okundu, fatihalar okundu. Ya Rabbi kusurlarımızla beraber, noksanlarımızla beraber dergah-ı izzetinde ahseni kabul ile kabul eyle. Hasıl olan ücur-u la mütenahiyeyi evvelen ve bizzat Hace-i kainat, Şefi'ül usat fi yevmil arasat, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruh tayyibelerini hediye ededik, sen vasıl eyle. Cemi-i peygamberani izam ve rusulü fikam aleyhim salavatül melikül mennan efendilerimizin ruhlarına hediye ededik, sen vasıl eyle. Xitoy chet eldagi Uyg'urlarni bo'zaq qilmoqda. 4 mart Wison Times bergan xabarda bildirilishicha, Amerikadagi Xitoy o'quvchilari Uyg'ur o'quvchilarini bo'zaq qilishga boshlagan. Xabarda Amerikada o'qiyotgan ismini oshkorlashni xohlamagan bir Uyg'ur o'quvchi Amerikaning ma'lum bir universitetda davlat tavalligi so'ralganda Xitoydan keldim demasdan Sharq Turkistondan keldim deganligi uchun nurg'un Xitoy o'quvchilari Uyg'ur o'quvchini orig'i elib olib, Sharq Turkiston degan qandoq yer? Sen bo'lgunchilik so'zlarini qilyapsan. Xitoy elchixonasiga doklad qilamiz degandek tahdidlarni qilganligini Amerika parlamenti Xitoy o'quvchilarining Amerikaga singib kirish harakatini tekshirishga boshlaganligini oshkorlagan. Xitoy Amerikaning boj qaroriga qattiq norozilik bildirdi. 5 mart Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralari Amerika prezidenti Donald Trumpning po'lat temir va alyumin importiga qo'shimcha boj qo'yish qaroriga qattiq norozilik bildirdi. Xitoy muavin tashqi ishlar ministri Jang Yisui Xitoyning Amerika bilan savdo urushiga kirgisi yo'qligini, biroq Xitoyning davlat manfaati ziyonga uchrasa qarab turmaydiganligini aytdi. Xitoy parlamentining yillik xulosa yig'inida so'z qilgan Jang, davlatimizning manfaati ziyonga uchrasa qarab o'ltirmaymiz dedi. Burun Xitoyning Amerika elchisi bo'lib vazifa o'tagan Jang, savdoda dialogning muhimligini, shunga masalani dialog orqali hal qilishni xohlaydiganliklarini eskartib, xato aql ishiltib qaror chiqarilsa, ikki davlat munosabati ziyonga uchraydi va hech kim ko'rishni xohlamaydigan og'ir oqibatlar kelib chiqadi dedi. Mart Yangi Akit gazeti bergan xabarda bildirilishicha, Pokistonda Xitoy tuzi deb atiladigan monosodium glutamatning salomatligi ziyonli bo'lishi sababidan cheklanganligi Pokiston Oliy sud mahkamasi Xitoy tuzining salomatligi ziyonli ekanligini ko'zda tutib, bu tuzni ishiltish, import va eksport qilishni cheklaganligi, Oliy sud mahkamasi bu qarorini hukumatdan muzokara qilish orqali Pokistondagi 4 o'lka va 3 avtonom rayonlik hukumatga bildirishni talab qilganligi bildirildi. Egilnicha Xitoy tuzi deb atiladigan monosodium glutamat yemak-ichmaklarni texmo ta'minlik qilish uchun ishlatilgan. Mutaxassislar Xitoy tuzining markaz nervi sistemasini qalaymoqon qilib, odamni xumor qilib qo'ydiganligini bildirgan. Yevropa ittifoqi davlatlarida 3 oylik bovoqlarning yemak-ichmaklariga ishiltish cheklangan Xitoy tuzi Amerika qatorliq davlatlar bo'lib, taxminan 50 davlatda muayyan darajada cheklab etilgan. Hong Kongda Xitoyning asosiy qonun o'zgartishiga qarshi namoyish bo'ldi. Xitoyning 13-navbatlik mamlakatlik siyosiy kengashining birinchi qitimliq yig'ini Beijingda boshlangan bo'lib, Xitoyning asosiy qonuniga tuzish kirgizish, ya'ni davlat raisining vazifa o'tash qitim sonining bekor qilinishini qaror qilmoqchi bo'lish xalqaro g'ulg'ullarni qo'zg'ayotganda Hong Kongda norozilik namoyishi o'tkazildi. 4 mart kuni Hong Kongdagi bir qism Demokratik partiya va ommaviy tashkilot vakillari Beijingning Hong Kongda turishliq ish bajarish o'rni oldida yig'ilish o'tkazib, Xitoy hukumatining davlat raisining vazifa o'tash cheklamasini bekor qilishi va shaxsiy ilohlashtirishga qarshi maydonni bildirdi. Amerika ovozining xabar qilishicha, mazkur norozilik faoliyatini tashkillovchi guruhlardan Hong Kong aholilarining vatanparvarlar va demokratlarni qo'llash birlashmasi bilan Hong Kong Sotsial Demokratlar ittifoqi qatorliqlarining mas'ullari so'z qilib, mustabidlikni tugatishni
xalq qurultiyi vakillarining yig'inda asosiy qonun o'zgartishiga qarshi belat tashlashini talab qilgan. Garchi namoyishchilarning soni bak ko'p bo'lmasa-mu, ammo ular qo'llarida shaxsni ilohlashtirishga qarshi turayli, mustabidlikni tirildirishga qarshi turayli degandek turli plakatlarni ko'tarib va shu xildagi shuarlarni to'lab Hong Kong xalqining orzusini ifodalagan. Namoyishchilar o'zlarining Xitoydagi mustabidlikning kuchayishiga ergashib, Beijingning bir davlatda ikki xil tuzum, Hong Kongliklar Hong Kongni idora qilish qatorliq va'dalardan yenib olish andishalarini bildirishgan.